kuchugimdek qilib yashamaydi, kuchugimdek qilib yashamaydi aka. Buni qarang, bilat, oshxona qarang, musirligini, aka. Vijdon kerak odamga, saldan vijdon kerak. Uyg'oning aka, qachongacha shuni yashaysiz? Qachongacha shunday musir bo'lib yashaysiz aka? Assalomu alaykum, hokim buva, tuzukmisiz? Ha, charchamayapsizmi? Vijdonli odam deysiz, ha? Vijdon kerak aka. Siz ham amaldor odam bo'lib so'kinish kerakchi. Balla. Voy hokim buva. Siz odam deb o'yladim sizni. Ha, biz ham nima qilaylik? Shu gazingizni ko'proq ishlatmaylik deb o'sha o'tinlarni to'plab qo'ydik o'sha yerga, o'choqning oldiga. Gazimiz ko'p ishlatilib ketyapti deb. Davomini ko'ringlar. Mana yashash uchun to'g'rimi sizlarga? Mana o'tlar tozalasangiz nima qiladi? Oshxonangizni qarang. Ayol kishi oshxonasi shunday bo'ladimi? Sen adashmadingizmi, mabodo? Axir yashash uchun olganmiz o'sha uyni, qurganmiz. Bildirmasdan kelib qolsangiz bizda emas u ayb. Biroz ogohlantiradi uyingni tozala deb. Yotgan mo'lam dumini shipir yotadi-da, tekisda chiroyli qilibdi-da.